Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede sadakacı ruz. Washington'da sözleyemez vatandaş. Bugünkü İslah 2025 yıl 3. ayının 19. günü haftaga çarşamba vatandaş. Bugün sizlerge yetkizdiğin haberimiz, vaziyetimiz döndükçe tünügüllerde ettiğimiz 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin telefonda so'zlashdi dedi vatandaş. Shundaq tünügün 18. günü saat 3'ten başlap so'zlashib hesapta 90 minut, belki 2 saatga yaqin vaqt so'zlashdi. Bu so'zlashdi bu suhbatdan o'tirg'i chiqqan natijalar hazır xilma-xil yetib kelyapti. Xilma-xil emas, asosan maqsadlik, yani bir sistemada yetib kelyapti. Bugun sizlarga shu to'g'rida leksiya so'zlaymiz vatandoshlarım. Hesapda hozir mayli 30 kunlik urush to'xtatish va yoki hozir Rossiya tarafdan qo'ygan taklifi bilan mayli Ukraina, mayli Rossiya Federatsiyasi armiyasi urush maydonida urush maydonining sirtidagi nishonlar, masalan aytganda energiya aslahalariga hujum qilishni to'xtatish. Hani bu to'g'ridan Aqsaroyning ifoda bildirishi bo'yicha demak shundoq energiya aslahalarini bombardimon qilishni to'xtatishdan boshlab Rossiya Ukraina urushida tinchlik kelishimi imzolash, balki abadiy uzun muddatli tinchlik kelishimi imzolashning tunji qadami basildi dedi. Bu bir vaziyetimiz. Endi sizlarga avval endi qisqa xabarlardagi 3 parcha, shunchalik 3 parcha xabarni bir yetkazaylik vatandosh, buni diqqat qiling. Alayda elchi mundaq baholidir. Alayda elchi deganda O'rta Sharqqa belgilangan alayda elchi bu qatim Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Kreml sarayida ko'rishib qaytgan elchi Steve Witkoff. Alayda elchi mundaq baholadi deydi. Amerika-Rossiya munosabati alayda bir o'zgarish ishi kirib keldi. Balki kutgan nishon yoki mushu maqsadni ko'zlaymiz, mushu maqsad bo'yicha Amerika-Rossiya munosabati yaxshilanishi kerak deydigan mushu maqsadlar tufayli hozir Amerika Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi munosabatlar maqsadlarga muvofiq alayda o'zgarish davriga kirib keldi. Shata Şinjanning 18. kuni yotib Wang Yi, yani Cumhuriyet'in Tashqi ishlar ministri Wang Yi jukunib o'ltirib Yaponiyaga yolg'irishga boshladi. Lekin yuziga bir kaçat yedi. Birlikda Cumhuriyetga qarshi ish qilamiz. Xi Jinping alohzada bo'lishga boshladi. Bu yerda birlikda Cumhuriyetga qarshi ish qilamiz degan gap Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari endi birlashib tashqi siyosatda va boshqa siyosatlarda Cumhuriyetga qarshi ish qilamiz degan mazmundagi fikr ekan vatandosh. Wang Yining jukunib o'ltirib Yaponiyaga yolvorishi bu Tayvanga munosabatli ishgan vatandosh. Birlikda birlashib Cumhuriyetga qarshi ish qilamiz. Endi bu mushu jumlada qaratilgan nishon, ya'ni qaratmalik navbatga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning telefon suhbatiga qaratilgan. Endilikda Xi Jinping deydi alohzada bo'lishga boshladi. Prezident Donald Trump bilan Prezident Vladimir Putin
nait zor bir kelişim imzaladı. Cungo'ga emde avarçılık yetip geldi. Köpçüken. Şavlın maliyesi 3. ayının 18. günü yotap vatandaş. Bugün yana bir haber, bugün 3 çoğun haber. Biz yakında bir obzorçu ile tanıştık. Lavrnis Tebettir deydiğin kişi. Bu kişi asıl teyvellik buluşu mümkün sözlüğü qaraganda. Xitay tilini ait tolaq sözleydiğin adam. Hazır endi özü torbetiga chiqib, mushu torbet namida Lavrnis Tebettir. Hazır qayt sözləvatıdı, ait jirik meselelerini sözləvatıdı. Bugünkü yetkizgen xabarga dikkat qiling vatandaş. Bugün 3 çoğun hoş haber. Prezident Donald Trump öz ağzı bilen itiraf qilib, mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping Amerikanın üstüden g'alaba qilolmaydiganligini iqro qilib, kechirim so'radi. Mayli urush qolayli, mayli savdo urushi qilayli, mayli talash tortish qilayli, Jungo Amerikanın üstüden g'alaba qilolmaydi deb itiraf qildi Xi Jinping. Şundan keyin kechirim so'radi Xi Jinping. Bu söz ne deydi? Hazır Lavrnis Tebettir, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump öz ağzı bilen aytdi deydi. O endi Amerikaga kelib, yani Xi Jinping Amerikaga kelib, prezident Donald Trump'ni tabab qildi. Arlaqda nima degan to'q 4-oyda ko'rishishi mumkin. 4-oyda prezident Donald Trump bilan Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping suhbatlashdi. Yoki 6-oyda tug'ilgan kuniga to'g'rilab, masalan 6-oyning 15-kuni tug'ilgan kun Xi Jinpingning, masalan 6-oyning 14-kuni tug'ilgan kun prezident Donald Trumpning. Mushu tug'ilgan kun yuqori darajaliklar suhbati o'tkazish, tug'ilgan kun Washingtonda uchrashish yoki Beijingda uchrashish. Mushundaq ko'rishish deganlarni sizlar deb kelgan edik. Endi hozir bu yerda nima deyilyapti desangiz, vatandosh, yaqinda Xi Jinping Amerikaga kelib, prezident Donald Trumpni tabab qildi. Biz aytgan nima degan edik, hozirgi davlatlar munosabatida, Amerika Jungo munosabatida qarab baksanız, üstünlük yoki atatiki siyosiy ibora tilimizda aytsak tashabbuskorlik Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida. Tashabbuskorlik Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning qo'lida. Bundaq ahvol ostida prezident Donald Trump ziyorat qilib Beijingga bormaydi. Balki Beijingdan, Jungodan Kompartiya sekretari Xi Jinping agar keldigan bo'lsa, Xi Jinping Washingtonga keladi dedi o'tganda vatandosh. Endi bu yerda hozir nima deydi desangiz, u endi, ya'ni Xi Jinping Amerikaga kelib, prezident Donald Trumpni tabab qildi. Prezident Donald Trump bugün prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashdi. Derhal urush to'xtatishga va'dalashdi. Amerika yaqinda strategik g'alabani qo'lga keltirdi. Lavrnis Tebettir 3-oyning 18 kuni yotib vatandosh. Endilikdagi yana bir xabar. Buningga g'ayri qarang vatandosh. Buni mundaq tushundirimiz ham sizlarga mundaq yetkazimiz. Yani dal mushu Lavrnisning xabari. Ciddi xabar. 19 minut ilgari cuma bu şey kelishdim, biz sizlarga leksiya so'zlashdan burun. Ciddi xabar. Prezident Donald Trump öz ağzı bilan shundoq dedi. Bobo Xitoychidan shunda oldin. Bobo degan Xitoydagi, Xitoy biz Uyg'urlar non deymiz, o'zimizning shaklida nenimiz, Xitoylarning kunda davomli yeydigini degandek momo deydi. Aşı momo qancha yumaloq bo'lsa, shunchalik yumaloq odam yoki momoga o'xshaydigan odam degan gap endi gapcha Xi Jinpingning laqami Bobo degan. Hozir shunday deydi, prezident Donald Trump öz ağzı bilan shunday dedi. Bu Boboni
Lawrence davatıcı Prezident Donald Trump emas. Lekin Xi Jinping degan ism bilan hozir Prezident Donald Trump öz og'zi bilan shundoq dedi. Xi Jinping o'zini Amerikaning kapolatiga topshirdi. Xi Jinping o'zini Amerikaning vakolatiga topshirdi. Xi Jinping Donald Trump bilan pat yaqinda ko'rishdi. Lawrence Twitter shu ayning 19-kuni yutdi. Bu yerda Xitoy tilida vatandoshim, men buni siyliqlashtirib oldim, hozir vakolatiga topshirdi, kapolatiga topshirdi deb. Xi Jinping o'zini Amerikaning yoki Prezident Donald Trumpning kapolatiga topshirdi. Xi Jinping o'zini yoki Prezident Donald Trumpning kapolatiga topshirdi. Bu yerda Xitoy tilida ikki xat bor, may. Endi buning ahangini biz surish qilib ketmaymiz. Endi Uyg'urlar shunaq bir qilayli, shunaq bir tarjim qilayli buni so'zmi-so'z. Birinchisi may. Sizda pilos deydigan qalpoq bor, may. Uning o'zi setish degan gap vatandosh. Ikkinchisi may. O Xitoyning yoziqi va tilida ma'nosi bo'yicha setivelish degan gap vatandosh. Hozir bu yerda vakolati, kapolati degan so'zlarni osh may bilan yoki setivelish degan gap bilan ishiltibdi Xitoy. Undaq ishlasak siz qo'polroq bo'ladi ekan vatandosh, kechiringizmi? Shunga men buni Prezident hozir Jungoning raisi Xi Jinping o'zini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning vakolatiga topshirdi. Yoki partiya sekretari, Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping o'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning kapolatiga topshirdi, vakolatiga topshirdi, kapolatiga topshirdi. Ancha farq yo'q, lekin shunday farq bo'lsa-mu, Uyg'ur tilida biz shunday ishlasak bo'ladi. Demak, may yoki setish degan so'zni biz shunday tarjima qildik. Men bundan hayron qoldim, vatandosh. O'zim hayron qoldim, siz hozir hayron qolasiz. Nima gap, nima ish? Xi Jinping shunday bo'shab ketdimi? Mangdaga yo'l tugudimi? Endi Amerikaga kelib, yerlashib, Amerikaning havolasi yoki vakolati yoki kapolati oldida yashash. Buning uchun sen Amerikaga yana nima badal to'lading yoki nima deb javob berding, yana nima deb yumshading yoki Jungoda o'zgarish to'g'risida nima deb yumshading? Tunugun nima dedik? Hozir bu hokimiyatdan ayrilish oldida turibdi. Shunlashqa endi hokimiyat beshig'i Didi, Vinjao yoki Johnson deganlar kim keladi? Vinjao kelamdi va yoki Boshilay kelamdi dedi. Biz hammasi Xitoy dedik vatandosh. Lekin bu yerda agar ahvol mush darajaga taraqqiy qilib yetgan bo'lsa, Jungo Kompartiyasi hozir o'zini ham partiyani, ham Jungo jamiyatini, ham Jungoning siyosatini, ham hammani degidek mo'tadillik ichida tinch yo'l bilan bir taraf qilishdan iborat xalqaro prinsipni qabul qildimi? Ashunda savol qo'yamiz vatandoshlar. Men buni mubolag'a qilib aytgan bo'lsam, siz o'zingiz tahlil qilib, azm qilib beqing vatandosh. Men buni ko'ptirib aytgan bo'lsam, men shunday o'zingiz tahlil qilib, azm qiling vatandosh. Xitoycha xat shundoq ekan, may. Setish va setivelish degan so'zda shundoq ekan, men sizga shundoq yetkazdim. Lekin o'zim o'ylayaptim, bu nima vaziyat? Nima vaziyat? Tunugun 18-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yoki Washington vaqti yoki Moskva vaqti soat 12da telefon suhbati boshlanib 90 minut 2 soat telefon suhbatlashdi. Shuningdek keyinlar hozir Shavlin moliyasi nima dedi? Bir kelishim imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bir kelishim imzoladi. Zo'r kelishim imzoladi. Ya'ni bir jumlada nima? İkisi birleşip Jungo'ga taqobil turdi, Jungo'ga qarshi turdi. Shundaqmi? Shaolin Moliya shundaq dedimi? Dal mushundaq paytda endi Rais Xi Jinpingning mumkinligi yoki ehtimolligi yoki uning chiqish yo'li faqat bir yo'l. Nima? O'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining vakolatiga topshirish. O'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining havolasiga topshirish. O'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining kapolatiga topshirish. Bek chiroyli oxirlashgan bo'ldi. Agar shundaq bo'lgan bo'lsa, vatandosh bek chiroyli oxirlashgan bo'ladi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining xarakterlik yoki siyosat bilan xarakterini birlashtirgan prezident Donald Trump hukumati yaqinda bir nima ishlar bo'ldi? Nima bo'ldi? O'rta Sharqda bo'ldi. Qayerda bo'ldi? Ukraina, Moskvada bo'ldi. Qayerda bo'ldi? Yevropaga tamoyilda beja qo'yish bilan bo'ldi. Qayerda bo'ldi? Kanada, Meksikaga tamoyilda beja qo'yish bilan bo'ldi. Yana qayerda bo'ldi? Balki nozik, intayin nozik ish Panamada bo'ldi vatandosh. Prezident Donald Trump mushu oraliqda Jungo degan ismni eg'izga olib boqmadi. Jungo degan ismni eg'izga olib boqmadi vatandosh. Saylan davrida elib boqmadi, Oqsaroyga kirgandimi elib boqmadi, Jungo degan ismni elib boqmadi. Ko'rdingizmi? Bu tarafda bo'layotdi. Natija Jungo Kompartiyasi qandaq bo'layotdi degan masalaga markazlashdi. Bugun Lawrence Twitter 19 minut byuron men müşakilishdan burun ikkinchi qatim yetkazgan xabarda nima dedi? Xi Jinping o'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning vakolatiga topshirdi. Xi Jinping o'zini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning kapolatiga topshirdi. Tushundingizmi? Buni balki Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump o'z og'zi bilan shundaq dedi. Mana bu xabar ya vatandosh, xabar degan manda qo'lida. Shundaqmi ya? Shundaq bo'lsa. Rais Xi Jinping agar o'zini mushundaq bir taraf qilgan bo'lsa, endi hokimiyatdan, huquqdan ayrilgandan keyin o'zini bir taraf qilish kerak. Ya'ni o'zini qayerga qo'yish kerak vatandosh. Gap mana bu yerda eg'ir gap. Çünkü cinayet sodir qildi bir xalqni. Davlat ishlar kotibi Marko Rubioning og'ziga elingan bir xalqni 1-oyning 15-kuni Uyg'ur degan xalqni qaysi kunga qo'ydi? Qirg'inchilik. Bugunlardan endi radiodan kelayotgan xabar nima? Yana Uyg'uristonda yuqumliq kasallarni bir taraf qilish, tadqiq qilish bir organi qurilibdi amaliyotda. Bu yerda Uyg'urlarni yani genosidga qirg'in qiladi. Ya'ni ximiyik qurollarni sinaq qiladi. Biologiyalik qurollarni sinaq qiladi. Bu muqarrar. Xitoy hozir sakratga tushganda oxirgi dardini Uyg'urlardan elyotdi. Hammani Uyg'urlardan elyotdi. Dardini Uyg'urlardan elyotdi. Yani eski organ sodisi, maxsus organ quribdi, Jungo'da organ sodisi, eski a'zolarni kesib setish sodisi boshlaydigan maxsus organ quribdi. Umumiylik Uyg'urlarni qirg'in qilish, Uyg'urlarni yo'qotish, Uyg'urlarni etnik va qimmat yoki odam sifatidagi qimmat yuksakligida, ya'ni shu odamni odam o'rnida ko'rmay, hatto hayvonchilikmi ko'rmay, qadrlamay Uyg'urlarni qirg'in qilyotdi. Xi Jinping shunga mushu kunda o'zini nega qo'yish kerak? Bu masalada agar Xi Jinping o'zini Amerika Qo'shma Shtatlarining vakolatiga topshirsa, demak bo'ldi. Boshda aytibdi-ku, taslim bo'ldim, kuchim yetmaydi debdi-ku. Ya'ni bir xabarda shuna dedim, hozir shuna dedim. Taslim bo'laman, Amerika kuchim yetmaydi debdi-ku. Endi bu nuqtada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump dunyoviy umumiylikni nazarda tutdi. Jungo degan bir davlat bilan bo'lgan munosabat umumiyligini nazarda tutdi. Yoki Jungodan iborat bu davlatni tinch yo'l bilan o'zining mantaqiy yo'sinda taraqqiyot qilishi bilan o'zgartishni nazarda tutib,
muşundaq siyaset, muşundaq vəziyyət şəkillənən bolsa, vətəndaş. Bunun heyran qalıdığa yerimiz yok vətəndaş. Bu liksimiz müşahede ahırlaşsın, bana devamını söyleyeceksiniz gücümü.